eringni mehri senga shunchalik yuqori bo'ladi. O'shaning uchun qaynotingga xizmat qilishdan charchama. Keyin qari odam, u ham g'animat. Aytgandek, eringga otangizga qaryapman deb minnat qilmagan. Bu hamma qilgan yaxshiliklaringni yuboradi. Ha. Tushundingmi? Oling. Rahmat. Endi hech narsaga ovora bo'lmasang, men safarga ketayotgandim. O'shaning uchun bir ro'zani ko'rgani keldim. Seni ko'rmasdan ketib bo'ladimi? Rahmat aka. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p, menga ruxsat. Aziza, yarim soat bo'ldi kelganim. Ovqat berasanmi? Bugun sizga ovqat umuman yo'q. Jonimga tegib ketdi deysiz qiliqlar, xo'pmi? Bugun uyga akam kelgandir. Oldilariga olib kirganim yo'q. Chunki hidlariga umuman chidab bo'lmaydi. Yana boshladingmi? Jonimga tegib ketdi deysiz, xo'pmi? Men nima sizlarning uylarga faqat xizmat qilish uchun kelganmanmi? Adresga xizmat qilish uchun kelganmanmi yo? Ovqatlarni ham o'zim olib kelib beryapman-ku. Nima qildingsan yana? Men sizga aytganman nima qilish kerakligini. Bo'ldi, borib olib chiqib tashlang deysiz. Biz bilan birga yashamasizlar. Bo'pti. Hadi. Turing. Bolam. Ketamiz. Ketmasak bo'lmaydi. To'xta. Qo'ling ber. Qaqqa bolam. Ketishimiz kerak. Narsalaringizni yig'ishtiraman hozir.